qanaqa odamsan, ahmoqmisan, jinnimisan, nega telefoningni o'chirmaysan, bunaqa qilsang nega namozga kelasan, nega halol berasan deb turib, 3-4tasi yopirilib kelib vajohat bilan yigitni ustiga kelib shu gapni gapiribdi. Qo'rqib ketibdi. Chunki u bilmay qoldi. Yodidan ko'tarildi o'chirish. O'zi birinchi kelishi ekan, Alloh bir tavfiq berib. Xafa bo'lib to'g'ri qatnab yurgan qahvaxonasiga boribdi, mayxonasiga. Borib quy debdi. Ko'tarib bittasini ichibdi. Yana quy debdi, yana ko'tarib ichibdi. Uchinchisini quyib qo'ygan ekan, xayol og'ushida o'tirsa, qo'li stakonga tegib tushib ketibdi. Chil-parchin bo'lib yerga sinibdi. Bu endi bu yerdan ham bir qattiq gap eshitaman deb tursa, o'sha yerning egasi kelibdi-da, yelkasini